Assalomu alaykum, Milliy Katyo'llar kanalining hurmatli tomoshabinlari. Mana navbatdagi obyektimizga Faben 45 kilovatli katyo'limizni ustonovga qilib berdik. Katyo'limizni o'zi aqlli avtomatik katyo'l bo'ladi. Bunkerli, bunker qismiga ko'mirni solib qo'yib, xuddi shu yerdan mana ko'mirlar solib qo'yib, mana shu shnega orqali o'zini miyasi orqali gradusga qo'yib qo'ysangiz, aytgan gradusda o'chib yonadi. Katyo'limizni yonish jarayoni ko'mir zapravkaganmiz. Juda ham chiroyli bo'lib ishlayapti. Katyo'limiz Turkiyada ishlab chiqarilgan Faben firmasining aqlli avtomatik katyo'li. Chiroyli bo'lib ishlayapti. Katyo'limizda o'zining aqlli miyasi bor. Bunisi esa gradusga qo'yish uchun, bunisi ventilyator оборотini past-baland qilish uchun, bunisi ko'mirni olib kelib ta'sir dam oldiradi. Xuddi shu graduslar moslab, mana hozir 30 sekund ko'mir olib kirishga qo'yganmiz. Mana ko'rib turganlaringdek 50 gradus tanlaganmiz. 50 gradusga chiqqanda o'chadi. 60 sekund dam oladi. Hozir 49 gradusga chiqdi. Xudo shu 50 gradusga borganda mana 50 ga qo'yganmiz, 50 da o'chadi. Mana dapchimiz ham 50 gradusga yetib qoldi. Xudo kimga shunaqa sifatli santexniklar kerak bo'lsa, sizlardan ham ishlarni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Videomizga bitta like bosib, shu videoni ko'mirli katyo'l qilgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Videoni kuzatishda davom etamiz. Mana 50 gradusga chiqdi, o'chdi katyo'limiz. Mana. Buni ham ko'rishingiz mumkin. O'sha ventilyator pastlab o'chyapti. Dam oladi endi. Qachonki 50 gradusdan tushganda uyda sistemasi yana sekin ishlaydi. Hozir mana gradusga qo'yish mana 51, 2, 3, 55 gradus tanladi. Mana yondi yana. Kimga shunaqa sifatli ishlar kerak bo'lsa, ekranda raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Shunaqa sifatli santexniklar qilib, ko'mirli katyo'lga olib borib, ustonovga qilib, joylarga mos qilib uylarni isishini, qishda issiq bo'lishiga kafolatli beramiz. Videomizga bitta like bosib, shu videoni ko'mirli katyo'l qilgan tanishlarga yuborib qo'yamiz.